Bugungi video syomkamiz eng arzon bo'lgan silos haqida bo'ladi. Mana shu silosimiz pritseplarga, mashinalarga 2,5 million berilyapti yer ichida. Arzon so'raganlarga. Bunda dumbil degan narsani o'zi yo'q. Ozmoz g'umi bor mana. O'shanda sizlarga pramoy dalani ichida bitta video syomka qildim. Qolganlarini bir rivojdan ko'rsatib boraman sizlarga. Birodarlar, aytib o'tganimizdek, mana shu silosimiz arzon siloslardan bo'lib, begona o'tlar ham ozmoz bor. Birodarlar, nimaga? G'umi bor, ozmoz, dumbillari pishmagan, mana ko'rib turibsizlar. Bu mana arzon deganlarga, arzon silos deganlarga, hali silos qimmat bo'lib ketdimi deganlarga yo'q. Do'stlar, arzonlari ham bor, qimmatlari ham bor. Faqat farqini asha qo'yayotgan video syomkalarimni ko'rib olsalaring bilasizlar. Farq qanchalik darajada. Bunda endi mashinalar 2,5 million, pritseplar 2 million 300 ming yer ichidan chiqadi. Mana xudo xolasa Jaguar kombaynini olib kelib o'rdiryapti. Faqat farqi bunda dumbil yo'q, kila bosmaydi. Shuning uchun mashina bay. Videomizni kuzatib borayotganlar, ma'qul bo'lsa bittadan like bosib, podpiska bo'lmaganlar podpiska bo'lib qo'yinglar. Nihoyatda zo'r uradi. Pritseplarga 2 million 300 ming. Joyida. Do'stlar, shu mehnatlarimizga bittadan like, podpiska. Erinmasdan videoni oxirigacha ko'rganlar otasiga rahmat. Ko'p gap so'zlar bo'lyapti, silos qimmat bo'lib ketdimi deyapti. Yo'q. Do'stlar, holatiga qarab bo'lyapti silos. Bu arzon silos mana. Do'stlar, mana shu mehnatlarimizga bittadan like bosinglar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni bildiringlar. Do'stlar, mana siloslarimizni farqi o'shanda bemalol bilinadi. Bo'ylari past, deyarli dumbili yo'q. Kilaga bo'lmaydi, faqat mashina bor. Endi bu nima desa bo'ladi? 15 kilometr atroflarga bo'laveradi. Olib borib berilaveradi. Bu videomiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Oqbera shaharchasidan. Uzoqlarga 1000 bor uzr olib borishning imkoniyati yo'q. Yengil, kilaga o'tirmaydi. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin, sog' salomat bo'linglar. Videolarimizni kuzatib boringlar. Bittadan like, podpiska, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildiraverasizlar.